Do'stlar, yana sizlar bilan Supercraft 09. Hozir sizlarga qishloqda eng katta qishloqni topib beramiz. Hozir biza ketdik. Qaramasam, hozir biza sizlarga mana shunday qilib yozasizlar. Keyin sizlar qaranglar, tepadan ko'ramiz hozir. Qaranglar, katta qishloq. Hozir bu yerda kompot uyi bor, ya'ni yo'lovchini. Keyin shuncha uylar. Uylar mazza qilib yashasanglar bo'ladi bu uyda. Yashasanglar. Kompot uyida nimalar borligini hozir sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Ko'rasizlar. Mana kompotda bunaqa narsalar bor. Ko'rasizlar. Narsalarni olsanglar bo'ladi. Keyin takishda demakda narsada uyda mana narsa bor. Narsalar bor. Mazza qilib yashab ketasizlar. Unday chiqarib olib, mazza qilib yashaysizlar, survival qilib. Zo'r bo'lsa, like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir qarabol ichida hech narsa yo'q. Nega bu yerda? Mana ular ichadi. Yaxshi. Keyin hozir sizga eng katta qishloq shu bo'ladi. Xo'p, endi mana uyga kirib beraman. Hozir sizlarga bersam, mana tepasi bu yer. Üçlü. Demek yashasanglar bo'ladi. Mana. Hayırlısı. Otur oraya. Maytamiz qilib o'tirasizlar. Hop. Mayta bu zo'r lekin. Kompot uyini orqalaridan ko'rsatib qo'yaman kerak bo'lsa. Mana o'zinglar ko'rmasanglar. Mana tepasi yaxshini tozalashmaydi bular. Sizlar. Endi hozir nima yapacağız? Sizlarga ko'rsataman bitta narsa bo'lsa ham. Aytda. Qarasizlar. Hoppa. Desa ketaverasizlar. Qani kirmayapti bunga shu. Mana. Demak, qo'y narsalar baqasizlar. Mazali maytlar yurasizlar. Maytlar ko'mir topmoqchi bo'lsalar, mana ko'mirlar. Bor bu yerda ko'mir. Yoqqanmi o'sha buni qo'yinglar, yana bir bor aytyapman. Xo'sh, qaysi uyga kiraylik? O'zim bilmayman. Mo'y bersangiz. Mazza qilib yurasizlar. Xayr, endi yuramiz. Aytib baxnada chovasanglar ham bo'ladi, zo'rlini ham bo'ladi. Xullas, bu yerda mazza qilib yashasanglar bo'ladi. Xo'p, xayr do'stlar, sizlar bilan yana ko'rishmoqchi bo'lar edim.